Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'a qishlog'iga kelgan edik. Bu yerda zo'r biznes boshlanyapti. O'zi amalga oshiryapti. Hozir biz tanishtiramiz. Aytgancha ekranda nomer turibdi. Shu nomerga telefon qilasiz, kanalga obuna bo'lib, bittadan like nusxasini bosib qo'yadi. Islomjon, qanaqa biznesdir? Bu biznesimiz 3 tasi birda biznes. Gaza blok, pena blok, tomga pena qo'yish apparati 3 tasi birda. Bitta apparatda endi 3 ta vazifani bajaradi. Gaza blok ham qo'yadi, pena blok ham, tomga pena qo'ysa ham bo'ladi. Zo'r. Buni narxi misol uchun $1,500 $1,500 mashina dastavkani kelishgan narxda qilib beriladi. Endi qarab turing aka. Mashina boshlanadi, 3 ta qolipi bo'ladi, 3 listda qilingan bo'ladi, rossiyskiy list. Undan tashqari sesma poyezd, kolonnaniki bor, pena generator, mikser, kompressor, pulsator, rastrochka, 1000 ta yetadigan penasi ham bonus qilib beriladi. Nimasi bor? Mishalkasi. Mishalka bor. Undan tashqari ten bor. Ten bor. $1,500. $1,500. Oldindaqa ham gaza blok o'zini olsa pena blok qo'ya olmaydi. $1,500 gaza blok olsa pena blok qo'ya olmaydi. $1000 pena blok olsa gaza blok qo'ya olmaydi emas. Mana shu apparatda uchalasini ham qo'ysa bo'ladi. Hattoki bilmaydigan insonlar uchun o'rgatib ham qo'yamiz. O'rgatib ham qo'yamiz. Ekranda nomerga telefon qilsa, batafsil ma'lumotlarni bemalol o'rgatamiz. Biznes qilmoqchi bo'lganlarga videoni jo'natib qo'yinglar.